Salam dostlar, sizler bilen bugün Saylar FC. Bu benim birinci marta avazlı videoyum. Şunun için aldığım videolarda avazım yokluğu için uzur sorayım. Bugünkü bana Angliyanın 7. günü de Wayne Rooney bola, 8. günü Steven Gerrard boladı. Ben bu yerde 250 de rank up point veradi. Ahırgi günü bana 3 de şans veradi. Bunu al, eğer sizlerde 800 de yığılsa, ben 800 de yığıp Steven Gerrard'ni almoqchiman. Çünkü deganda u juda ham yaxshi o'yinchilardan biri. Mana mening akkauntim to'g'ri oddiyroqdir. Kimga qanaqa shu. Mana bu yerda sizlar mana bunday voucherlar olasizlar va unday voucherlarni yig'ib, masalan mana hozir bizga ko'k kerak. Ko'kni olish uchun qizil va sariq kerak. Ikkalasini ishlatib bu tomondan ham yana bittani olamiz. 11 dona yig'ildi. Keyinchalik bu yerdan va 11 taga ochilsa bo'ladi. Uni shundan ochib ko'ramiz. Va bu yerda 6 golden box yurdi bu yerda va bizga 5 ta voucher yoki 113 plus beriladi va bizga 5 ta voucher berildi. Hozirchalikka bizda 5 ta voucher bor. Biz buni keyinchalik mana ligam mening hozirchalikka to'lgan. Agar xohlasanglar Telegramda ham o'zimiz bitta kanal ochsak, shunda nima desa bo'ladi. Ana shu yerga har xil narsalar tashlab boraman va men bilan birga bir FC Mobile'da o'ynasanglar ham bo'ladi. Mana bu yerda har kuniga 3 dona sonkranni voucherdan beradi. Buni bizlar har xil joylardan mana bunday qilib tanlab olamiz. Va bu yerda 100 ta game. Sizlarga yana bitta yordam, mana bu yer bilan mana bu yerda voucherlar bor. Keyingisi bu tomonda 150 ta game. Va bu yerda hozir ko'ramiz. Bu yerda match bor ekan. 2-1 Evertonga qarshi o'ynaysizlar va uni yutsanglar sizlarga mana bunday son krampasning kredit ana shunday narsasidan beradi. Tilim ham kelishmay qolyapti va bu yerda bizda oxirigacha borilgan. Bu yerdan sovg'alarni olib olamiz. Bu yerda men mana bu yerdagi voucherlarni olganman va uni ochib yuborganman va ertalab videoni bosganimda ovozli qilib olaman deganimda ovozi o'chib qolgan ekan. Shuning uchun u video ham keyinchalik o'chib ketdi. Shuning uchun uzr so'rayman. Keyinchalik biz o'zimizning akkauntimizdagi o'yinchilardan birini kuchaytirishga harakat qilamiz. Masalan 380 ta bor. Menga hozirchalikka Salahni kuchaytirishim kerak. Yoki bo'lmasam Rafinhani qizil ranggacha chiqarib qo'yishim kerak. Bizda hozirchalikka shu. Hali videomiz davom etadi. Bu yerdan deb almashtirib olamiz. Keyinchalik
bu yerden flat bankı ötkazsak bizning o'g'rimiz nima bo'lib qoldi bu axir. Voy leme of middle'da bu o'yinchi o'zining o'g'rimiz o'zi 120 bu yerda o'zi menda 110 Glorus erada kelgan 114 Zeraberto o'yinchisi bor edi. Uzr, tamom og'rib qolgan, shuning uchun bo'g'ilibroq gapiryapman va hozir open pack qilamiz. Uzr aytmoqchi, mana bu yerda exchange ga kirib, player exchange ga kirsa, mana bu yerda Valverde kelgan. Uni siz bitta 117 Chempionlar Ligasida kelgan o'yinchi bilan bitta 116 o'yinchiga almashtirsanglar bo'ladi. Men buni agar shu videoyimizda agar bitta 117 tushsa, shunga Kimmich bilan almashtirib yubormoqchiman. Chunki bu o'yinchi menga juda ham yoqadi. Va bu yerda hozir open pack qilamiz. Yodimni ko'taribdi va bu yerda bizda hali 5000 taga yaqinlashmagan. Agar mana bu yerda 145 bo'lib turibdi. Agar yaxshiroq o'yinchi tushsa, uzr yutuqlanib qolyapman. Voy, bitta 116 tushdi. Luis Figo. Bolalar. Uzr bolalar. I'm sorry. Qandaydir qilib Luis Figo tushirib qo'ydim. Sizlardan juda ham uzr so'raman, to'g'ri maqtanchoqdirman. Lekin mening bitta o'rtog'im bor, u juda ham maqtanchoq, shuning uchun uning orqasini yondirmoqchiman. Buzuqlanib qolgan bo'lsam juda ham uzr so'rayman. Hozirchalikka uzr, videoni to'xtatib turaman. Hozir bolalar, men qaytib keldim va mana hozir ko'rganlaring bo'yicha hozir bizga Luis Figo tushdi. Buni sizlardan so'rab qolaman. Buni men Federico Valverdega almashtirsam yaxshimi yoki bo'lmasam Luis Figoni ham o'ynatsam yaxshimi? Sizlardan shuni so'rab qolaman. Menga hozirchalikka nima desa bo'ladi, Valverdeni almashtirib olmoqchiman. Agar endigi videoda kommentlarga yozsanglar, shunda ko'rib chiqaman. Agar almashtiring desanglar, almashtirib yuboraveraman. Menga juda ham yoqyapti. Uzr, tamom og'rib qolgan ozgina. Hozir juda ham hayajonlanyapman, chunki desa oddiygina bittalikdangina Luis Figo tushib qoldi. Agarda sizlarga Luis Figoni o'ynating desanglar, Luis Figoni o'ynataveraman. Agar o'ynatmang, Valverdeni almashtiring, Kimmichni bilan berib Luis Figoni desanglar, men berib yuboraveraman. Menga farqi yo'q. Menga chunki hozirgi paytda ko'proq CM kerak edi. Agarda men Steven Gerrardni ham uzr bolalar, duqlanib ketyapman. Olmasligim ham mumkin. Hozir olmoslar yig'ib yana bittalik ochib ko'ramiz. Sonkrandan ochib ko'rsak, uzr, internetim nimagadir yaxshi ishlamayapti hozir.
Men shu kunlik challenge'ni o'ynab bo'lib yana bitta hit to hit 1-ga-1 o'ynab videoni yakunlayman. Mana bu yerda bu bajarildi va hozir biz mana bu yerdagi olmoslarni olib olamiz. Va bu yerda 4 ta sariq rang nima deydi? Tuxumlarni berdi. Va sizlarga yana bitta ma'lumot. Agar 16-kuni shunday menda bor sharslarga o'xshaydigan shars uzr duduqlanib ketyapman, chunki mening ovozli birinchi videoyim. 16-kuni Italiya keladi. U yerda Pirlo shunga o'xshagan o'yinchilar keladi. Men hozir oddiygina bittalikdan 117 o'yinchi ushlaganim uchun juda ham duduqlanib qolyapman. Internetim har doimgidek yaxshi ishlamayapti, ustalekin bilasizlar. Men yoddan ko'taribdi. Uzr tomon bo'g'ilib qolgan. Tuzalishga harakat qilaman. Bilasizlar, men Brawl Stars ham o'ynayman. Agar bilmasanglar, endigi videoga agar Brawl Starsni chiqaring desanglar, Brawl Starsni chiqaraman. Internetim uzr bo'lar, hozir pauza qilib turaman. Sizlarni ham vaqtingizni olmay. Boshlansa qo'yib yuboraman pauzani. Voy mana bolalar boshlandi. Mana mening tarkibim va bu oddiy kunlik challenge bo'lgani uchun bizda bu bot o'yinchilar. Voy aytmoqchi men sizlarga yana bitta ma'lumot. Agar mana shu Pedro Gonzalesni olsanglar, u juda ham yaxshi tepadi, lekin uning skill mouse yaxshi emas. Chunki desa mana bir dona pastga qilingan, menda lekin bunda oddiy to'pni ko'tarish bor. Shuning uchun uncha skill mouselari yaxshi emas. Chunki men o'zimga mos qilib qo'yganman. Agarda sizlarga unchalik skill mouse qiziqmas bo'lsa, shu Pedro Gonzalesni olishni maslahat beraman. U juda ham yaxshi o'yinchilardan biri. Chunki men uni juda ham ko'p men bu o'yinchini birinchi marta o'ynatishim, lekin bu menga juda ham yoqdi bu o'yinchi. Bu joyda offside bo'lib qoldi, uzr. Hozir sizlar bilan unchalik yaxshi o'yna olmayapman o'yinni. Chunki desa negadir hozir doktordan keldim. Shifoxonadan tishimni oldirib, shunga uncha yaxshi gapira olmay duduqlanib qolyapman. Hozir men yamanlar ko'ramiz desam, qo'yib olmadim. Bu yerda Nesta. Qanasan, mana Nesta. Voy, Vartabon ushlab oldi. Va bu yerda Kimmich, agar sizlarga yoqmasa, menga farqi yo'q. Bu Valverdeni almashtirib olsam bo'laveradi. Chunki menda o'rta himoya juda yaxshi. Nimagadir menga agar Valverdeni olmang desanglar, men Valverdeni olmayman va endigi haftalikda keladigan agar himoyachi kelsa, agar shuni oling desanglar, shuni olaman.
Luis Figo menga unchalik nima deydi, qiziqmas. Chunki men oldinlari FIFA 25 da o'ynatganman. Hozirgi AFC Mobile 26 da men hali o'ynatib ko'rganim yo'q, chunki bilmasam olish mening hayolimga kelmagan. Va mana kunlik challenge-ni ham bajarib oldik. Va bu yerda 3000 ta olmos bo'ldi. Va bu yerdan olmoslarni olamiz va Zurbollik tomog'im og'riyapti. Hozir sizlar bilan yana bitta voucherga ochib ko'ramiz. Bu safar lekin Songkrandan ochib ko'ramiz. Aytmoqchi, sizlarga yana bitta narsani ko'rsatmoqchiman. Bu yerda mana Joe Cancelo kelgan, uning statistikalari yaxshi. Agar sizlarga Joe Cancelo tushsa, Benza yaxshiroq o'yinchi bo'lsa ham, 117 bo'lsa ham mana shuni qo'yishni maslahat beraman, chunki u juda ham yaxshi o'yinchi bo'lib kelgan. Va Henry bu juda ham yaxshi o'yinchilardan biri. U juda ham zo'r tepadi. Mana uzoqdan ham va mana yaqindan bo'lsa ham to'g'ri tepadi. Va Trent Alexander-Arnold kelgan. Bu yerda agar sizlarning rebelaringda yaxshi o'yinchi bo'lmasa, mana shu o'yinchini olishni maslahat beraman. Va bu yerda mashhurroq o'yinchilardan Rashford kelgan. Uning 116 kartlari ham mavjud. Bu kartasini ham sizlarga tushib qolsa maslahat beraman. Bu yerda mana Zambrotta kelgan. Bu Zambrotta juda ham zo'r va tezligi juda ham baland kelgan. Yaxshi himoyachilardan biri. Mana Ahmad bu juda ham yaxshi dribling eng baland, lekin psixologiyasi sal pastroq, lekin yaxshi o'yinchilardan biri. Tezlik va udar juda ham yaxshi dribling ayniqsa. Va bu yerda Petit. O'zlaring bilasizlar, men buni oldin anniversarida o'ynatib ko'rganman. Agar videoyim bo'lsa, bo'lmasam u video o'chib ketgan bo'lishi mumkin. Hozir sizlarga aytmoqchi, bu yerda narsa beradi. Sizlarga yana bitta nima deydi? Yordam sifatida mana bu yerda narsa bor. Mana oxirgi kuni 3 ta tekinga voucher beradi. Hozir shu 3 ta voucherga ham ochib ko'ramiz. Va bu yerda ham bor. Bu yerda har xil tushib qolishi mumkin. Lekin ko'pincha bitta voucher tushadi va bizga ham shunday. Va biz so'ng kranga o'tamiz. Va bu yerdan 4 ta bor, bizda ochib boramiz. Bizga yaxshi o'yinchi tushmayapti. Chunki hozir Luis Figo tushdi. Tushishi endi juda ham qiyin. Bu yerdan va bizning voucherlarimiz ham tugadi. Mana bu yerda mana Ronaldo degan, bu sizlarga qanday oddiy kart bu. Ismi to'g'ri, yaxshi Ronaldo dir, lekin menga unday emas. Ismi oddiy. Xohlasanglar kolleksiyaga olib qo'yishni maslahat beraman. Agar yoqmasa, o'zlaring bilasizlar. Agarda men Luis Figoni ham berib yuborishim mumkin bu yerda. Lekin hozirchalikka menga yoqayotgan narsa, agar endigi haftalikda mana bu yerda Valverdening o'rniga himoyachi keladigan bo'lsa, men buni nima desa bo'ladi, almashtirib olishim mumkin. Va hozir sizlar bilan
extra time qo'shimcha vaqtlar yo'nalishiga kiramiz. Hozir uzr, internetim unchalik yaxshi emas. Mana bu yerda kirsanglar, 30 mingdagi voucher beriladi. Uni olishni maslahat bermayman unchalik, chunki deganda agar yaxshi o'yinchi tushib qolishi ham mumkin, to'g'ri, lekin pul bedan agar kerak bo'lsa mana bu yerni ochishni maslahat beraman. Menga qolsa bu yerda 4 mingtalik yoki bo'lmasa 30 mingtalik bo'pti bolalar.